Bolsheviklar o'zlari qurmoqchi bo'lgan yangi jamiyatni kommunistik jamiyat deb ataganlar. Ularning fikricha, bu jamiyat o'z taraqqiyotida ikki bosqichni bosib o'tishi kerak edi. Birinchi bosqichni sotsializm, ikkinchi bosqichni esa kommunizm deb ataganlar. Sotsializm kommunistik jamiyatning quyi bosqichi, kommunizm esa yuqori bosqichi edi. U sotsializmning yuksak tarixiy taraqqiyoti natijasida vujudga kelar edi. 1917-yilning 14-noyabrida Sovet hukumati xususiy zavod va fabrikalarda ishchi nazoratini o'rnatish to'g'risida qaror chiqardi. Noyabr oxirida yirik sanoatni milliylashtirish, davlat ixtiyoriga olish boshlanib ketdi. 14-dekabrda esa xususiy banklarni, temir yo'l transportini milliylashtirish, tashqi savdoga davlat monopoliyasini o'rnatish, ichki va tashqi qarzlarni bekor qilish haqida dekret qabul qilindi. Shu tariqa 1918-yil bahoriga kelib, yirik xususiy sanoatning talaygina qismi ko'mir, metallurgiya, neft, kimyo, mashinasozlik, to'qimachilik va qand sanoati, transport, savdo floti va tashqi savdo ham milliylashtirildi va Sovet davlati xalq xo'jaligining yetakchi tarmoqlarini o'ziga, ya'ni o'z qo'liga oldi. Bu tadbirlar shunday shiddatkorlik va murosasizlik, terror yo'li bilan amalga oshirildiki, bolsheviklar rahbari Lenin bu hodisani kapitalga qizil gvardiyachisiga hujum qilish deb mag'rurona baholagan edi. Mulkdorlar jon saqlash uchun chet ellarga qochib ketdilar. Xalq xo'jaligi davlat sektorini boshqarish maqsadida 1917-yilning 1-dekabrida Xalq xo'jaligi oliy kengashi tuzildi. Bu kengashga juda katta vakolatlar berildi. Jumladan, u istagan korxonani musodara qilar olar, egallab olar, shuningdek yopib qo'yar edi. 1918-yilning bahoridan boshlab yer to'g'risidagi dekretni amalga oshirish boshlandi. Barcha yer davlat mulki deb e'lon qilindi. Pomeshchik yer egalligi tugatildi. Yerni dehqonlarga taqsimlab berish boshlandi. Yerga ishlov berishda yo'llanma mehnatdan foydalanish taqiqlandi. Yerni taqsimlab berish jarayonida Sovet hokimiyati faqat kambag'al dehqonlar manfaatini ko'zlab ish tutdi. Bu esa o'rtahol va boy dehqonlar, ya'ni boy dehqonlarning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Bolsheviklar quloqlarni qishloq burjuvaziyasi deb ham atashardi. Tovar g'allaning asosiy qismi quloq xo'jaliklarida yetishtirilardi. Sovet hukumati siyosatidan norozi bo'lgan quloqlar o'z g'allalarini davlat belgilagan narxda davlatga sotishdan bosh tortdilar. Natijada mamlakatda oziq-ovqat tanqisligi ro'y berdi. Barcha markaziy sanoat gubernalarida ochlik boshlandi. Petrograd va Moskvada ishchilarga 50 grammdan non beriladigan bo'ldi. Shunday sharoitda Sovet hukumati g'alla yetishtiruvchi asosiy tabaqa quloqlar bilan sog'lom aql nuqtai nazaridan til topishish o'rniga zo'ravonlik siyosatini qo'llashga o'tib ketdi. 1918-yilning mayidan boshlab mamlakatda oziq-ovqat diktaturasi o'rnatildi. Oziq-ovqat komissarligiga, ya'ni vazirligiga favqulodda vakolatlar berildi. Mamlakatda non bilan erkin savdo qilish taqiqlandi. Donga qat'iy baho belgilandi. Dehqonlar o'zlariga iste'mol va urug' uchun belgilangan normada g'alla qoldira olar, qolganini esa davlatga topshirishga majbur edilar. G'allani yashirganlar xalq dushmani deb e'lon qilinardi va ularni 10 yillik ozodlikdan mahrum etish hamda mol-mulkini musodara qilish jazosi kutardi. 1918-yilning o'zidayoq quloqlardan 13 million put don va 50 million gektar yer tortib olinadi. Davlat ayni paytda dehqonlarga bo'lib berilganidan ortib qolgan yerda Sovet xo'jaligi, ya'ni
sovxoz, ya'ni Sovet davlatining qishloq xo'jalik korxonasini tuza boshladi. Sovxozlarda ishlovchilar qishloq xo'jaligi ishchilari hisoblanardi. 1918-yilning oxiriga kelganda sovxozlar soni 3000 dan ortiq bo'lib, ularning yer maydoni 2 million desatinaga yaqin edi. Sovxozlardan tashqari dastlabki jamoa xo'jaligi, yerni birgalashib ishlovchi shirkatlar ham tuzila boshlandi. Bu shirkatlarga asosan hech narsasi yo'q dehqonlar va batraklar birlashgan edilar. Sovet davlati o'zining 74 yillik umrining eng gullab yashnagan davrida ham aholisini chet eldan g'alla sotib olib ta'minlashga majbur bo'lgan edi. Buning ildizi 1918-yilga kelib, ya'ni borib taqaladi. Chunki xuddi shu yildan boshlab g'alla yetishtiruvchi asosiy qatlam, boy dehqonlar yo'qotila boshlangan edi. Bu boy dehqonlar aslida bugungi rivojlangan davlatlardagi ishbilarmon, tadbirkor fermerlar kabi edi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Videolarimizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Videolarimiz havolalarini olib o'zingizni har xil ijtimoiy tarmoqdagi guruhlaringizga, do'stlaringizga yuborib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sizni qanday mavzular qiziqtiradi? O'zingizga qiziq bo'lgan mavzularni kommentariyalarda yozib qoldiring. Biz sizlarga qisqa, lo'nda va tushunarli tarzda tarixni yoritib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.